Bugun Ma'mun universitetida 21-oktyabr o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun munosabati bilan bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Bu sana xalqimiz tarixida millatimiz o'zligini anglash yo'lidagi eng muhim sanalardan biri sifatida alohida e'tirof etiladi. Tadbirda universitet rahbariyati, professor o'qituvchilar hamda turli yo'nalishlarda tahsil olayotgan talabalar ishtirok etishdi. Bayram dasturida filologiya yo'nalishi talabalari tomonidan tayyorlangan badiiy chiqishlar, she'rlar va raqslar ijro etildi. So'zga chiqqan ustozlar tilimizning boy tarixi va bugungi kundagi nufuziga to'xtalib o'tishdi. Ularning ta'kidlashicha, o'zbek tili nafaqat aloqa vositasi, balki millatning ma'naviy tayanchi, tarixiy merosi va o'zligini ifodalovchi asosiy qadriyatlardan biridir. Bugun Ma'mun universiteti 21-oktyabr til bayramiga bag'ishlangan tadbirni o'tkazdi. Ya'ni filologiya fakultetining 1-kurs o'zbek tili talabalari. Tadbirdan ko'zlangan maqsadimiz o'zi tilimizni rivojlantirish, ya'ni tilga bo'lgan hurmatni, ehtiromni oshirish maqsadida amalga oshirilgan. Aynan bugungi tadbirimiz chiroyli tarzda amalga oshirildi degan umiddaman. Bugungi tadbirimizni biz o'zbek tili guruhlari fakultetlari bilan birgalikda nishonlamoqdamiz. Shu fursatdan foydalanib, barchamizga o'zbek tili bayrami muborak bo'lsin. Samimiy tabassumlar va faxr tuyg'usi bilan o'tgan ushbu tadbir barcha ishtirokchilarga o'zbek tilining qudratini, uning xalqimiz hayotidagi o'rni naqadar muhimligini yana bir bor eslatdi.